Onamning duosi meni o'zgartirdi. 3-qism. Aziz telefonni qo'liga oldi. Ekran hali ham yonardi. Onasining ismi o'chmagan va bu safar ikkilanmadi. Ona. Ovoz bu safar biroz barqaror chiqdi. Narigi tomonda jimlik, keyin onasining sokin ovozi. Bolam, qayerdasan? Bu savol oddiy edi, lekin Aziz uchun bu savol butun hayotini ag'darib yubordi. U javob berishga urinardi, lekin so'z topolmadi. Faqat nafas oldi va nihoyat dedi: "Men adashdim, ona." Lekin bu jimlik sovuq emas, bu tushunish jimligi edi. Onasi sekin dedi: "Uyga qayt." Shu so'z Azizning ichiga juda chuqur kirib bordi. Go'yo uzoq vaqtdan beri shu gapni kutayotgandek. U telefonni tushirdi. Qo'llari bo'shab ketdi. Lekin yuragi og'ir emas. Bu safar u yengillik his qildi. Do'stlari unga qarashdi. "Nima bo'lyapti senga?" Aziz ularga qaradi. Bu safar ko'zlari boshqacha va u sekin: "Men ketaman." "Qayerga?" deb so'rashdi. Aziz javob bermadi. Chunki u endi qayerga emas, kim bo'lishi ketayotgan edi. U orqasidan qaradi. Mashina, shovqin, eski hayot, hammasi ortda qolayotgandek. Va u sekin yurdi. Lekin bu safar qat'iy. O'sha kecha Aziz tushundi. Hayot ba'zan seni to'xtatadi. Seni sindirish uchun emas, balki seni qaytarish uchun. Va shu bilan birga eng katta burilish boshlanayotgan edi. Aziz yurishda davom etdi. Orqasidan hech kim chaqirmadi. Hech kim to'xta demadi. Bu safar u o'zi bilan o'zi qolgandi. Ko'chadagi chiroqlar birin-ketin yonib turardi. Har bir qadam go'yo yangi hayotga yaqinlashayotgandek. Lekin ichida hali ham savollar bor edi. Men to'g'ri qilyapmanmi? U to'xtadi, atrofga qaradi. Hamma odatdek edi. Mashinalar, odamlar, shovqin. Lekin Aziz uchun hammasi o'zgargan. Chunki bu safar o'zgarish tashqarida emas, ichkarida boshlangandi. U yo'l chetidagi o'rindiqqa o'tirdi. Qo'llarini yuziga qo'ydi va chuqur nafas olib, ichidan o'tkazdi. Men nega bunday bo'lib qoldim? Savol juda og'ir edi. Javob esa undan ham. Bir-bir xotiralar kela boshladi. Do'stlar, kechalar, kulgu, lekin ichida bo'shliq. U o'zini esladi va avvalgi o'zini. Orzulari bor, maqsadlari. Qachon yo'qotdi u bularni? Qachon oddiy yashash o'rniga qochib yashashni o'rgandi? Aziz boshini pastga egdi. Men o'zimdan qochgan ekanman. Shu gap uni ichini titratdi. U yana osmonga qarab, to'n jimjitlik. Qo'rqinchli emas, bu jimjitlik o'ylash uchun edi. Birdan onasining ovozi yodiga tushdi. Oddiy, lekin yurakka yetadigan ohang. Bolam, hayotda eng qiyini o'zingni yo'qotish. Aziz ko'zlarini yumdi. Go'yo shu gapni eshitayotgandek. Va shu lahzada u tushundi. U hammasini yo'qotmagan. U faqat o'zidan uzoqlashgan. Bu esa qaytish mumkin degani. Aziz sekin o'rnidan turib, bu safar uning qadamlarida ikkilanish yo'q. U telefonni chiqardi. Ekranga qarab ko'plab xabarlar o'tkazib yuborgan qo'ng'iroqlar. Eski hayot uni yana tortayotgandek. Bir lahza u ikkilanib qoldi. Javob bersammi? Balki hammasi osonroq bo'lar. Lekin keyin o'sha kechani esladi. Ichidagi yengillikni, o'zini topgandek bo'lgan lahzani. Aziz boshini chayqadi. Yo'q. Bu safar yo'q. U telefonni o'chirdi. Shu oddiy harakat uning katta qarorlaridan biri edi. Chunki bu safar u boshqalardan emas, o'zidan qochishni to'xtatgandi. U yana yurishni boshladi. Qayerga ketayotganini aniq bilmasdi. Lekin bir narsani aniq bilardi. U eski joyiga qaytmadi. Yo'l uzun, oldinda yana nima kutayotgani noma'lum edi. Ishonch, kichkina lekin haqiqiy. Har bir qadam bilan u kuchayib borardi. Aziz ichidan o'tdi. Men hali ham kech emasman. Bu gap oddiy, lekin u uchun yangi hayotning boshlanishi edi. To'n asta-sekin o'tayotgan, u esa yurishda davom etdi. Lekin bu safar qat'iy. Va o'sha to'n Aziz bir narsani aniq tushundi. Ba'zan hayot seni yolg'iz qoldiradi. Seni jazolash uchun emas, seni o'zing bilan tanishtirish uchun. Va aynan shu sukunatda eng muhim qarorlar qabul qilinadi.
Aziz o'sha qarorni qabul qilgandi. U qaytmaydi. U o'zini topmaguncha to'xtatmaydi. Aziz uchun yangi kun boshlandi. Lekin bu safar har tong boshqacha. Oldinlari uyg'onardi, lekin yashamasdi. Bugun esa uyg'ondi va ichida nimadir uyg'ongandek. Xonasi oddiy, atrof sokin, hech qanday shovqin yo'q. U asta o'rnidan turdi. Bir necha soniya jim turdi. Go'yo o'zini tinglayotgandek. Men endi yolg'izman. Bu fikr avval uni qo'rqitardi. Endi esa o'ylantiradi. U yuzini yuvdi. Oynaga qarab, ko'zlari o'sha Aziznikiga o'xshamasdi. Charchoq bor, lekin shu bilan birga biroz qat'iyatlik ham. Boshlaymiz, dedi u sekin. Kun oddiy ish bilan boshlandi. U ish topdi. Katta emas, orzulardagi ham emas, lekin halol. Bu safar u yetarli edi. Ish joyida hech kim uni tanimasdi. Hech kim uning o'tmishini bilmasdi. Bu unga yangi imkoniyat, yangi sahifa, lekin oson emas. Tushlik paytida u yolg'iz qoldi. Atrofdagi kulishardi, gaplashishardi. U esa jim. Bir lahza ichida eski hayotini esladi. Do'stlar, shovqin, doim yonida kimdir bo'lardi. Hozir esa sukunat. Ichida biroz og'riq paydo bo'ldi. Balki qaytsam degan fikr o'tdi xayolidan. Lekin darhol o'zi javob berdi. Yo'q, bu safar oxirigacha boraman. U tushundi. Yolg'izlik dushman emas, bu sinov. Va agar uni yenga olsa, u o'zini yenga oladi. Kunlar o'ta boshladi. Bir-biriga o'xshash kunlar. Ish, uy, sukunat. Lekin bu oddiylik. O'zgarish yashirin. Aziz kichik odatlar qila boshladi. Ertalab erta turish, reja tuzish, kunini bekor o'tkazmaslik. Avval bu unga qiyin tuyuldi. Chunki u intizomga o'rganmagan. Lekin har safar charchaganda u o'sha kechani eslardi. O'zini topgan lahzani va bunga kuch berardi. Bir kuni kechqurun u oynaga yana qaradi va o'ziga savol berdi. Bugun men kechagidan yaxshiroq bo'ldimmi? Bir necha soniya jimlik. Keyin u sekin bosh irg'adi. Ha, ozgina bo'lsa ham. Shu ozgina hammasini o'zgartirdi. Chunki katta o'zgarishlar kichik qadamlar bilan boshlanadi. Lekin hammasi ham mukammal emas. Ba'zi kechalar u o'zini juda yolg'iz qilardi. Telefonni qo'lga olardi, eski kontaktlarga qarardi. Birgina tugma va yana o'sha hayotga qaytish mumkin edi. Oson, juda oson, lekin u bilardi. Oson yo'l yana o'sha joyga olib boradi. U ko'zini yumdi va telefonni chetga qo'ydi. Men o'zimni sotmayman, derdi ichidan. Bu kurash, hech kim ko'rmaydigan kurash. Lekin eng qiyin janglar ayni ichkarida bo'ladi. Bir kuni ishxonada bir odam unga dedi. Sen tinch ko'rinasan, lekin ichingda nimadir bor. Aziz biroz kuldi. Ha, men o'zimni qo'rayapman, dedi. U odam tushunmadi, lekin Aziz tushunardi. Bu yo'l tez emas, bu yo'l oson ham emas. Lekin bu yo'l haqiqiy edi. Vaqt o'tishi bilan u o'zgarishni his qila boshladi. Endi u yolg'izlikdan qochmadi. Undan foydalandi. O'ylash uchun, reja qilish uchun, o'zini tushunish uchun. Va bir kuni u shuni anglab yetdi. U endi yolg'iz emas. Chunki o'zi bilan bor edi. Va bu eng muhim narsa edi. O'sha kecha Aziz yana osmonga qaradi. Lekin bu safar ko'zlarida qo'rquv bor. Va ichidan dedi. Men asta-sekin qaytyapman. Bu hali yakun emas. Lekin bu to'g'ri yo'l. Va eng muhimi, u bu safar yo'ldan chiqmaslikka qaror qilgandi.